Davlat ishida ishlaydiganlar tushunadi, smeta. Ha, nima bo'pti? Masala juda jiddiy xo'jayin. Yorilib ketgan narsa. 10 qop sement, 10 metr turba bilan ishimiz bitadi xo'jayin. Ha, bo'ldi, hal qilamiz. Aylo. Xo'jayin, vaziyat vobshe og'ir. Bir 100 qop sement, bir 100 metr turba ketar ekan. Ha, bo'pti, hozir hal qilaman. Alo, masala juda ham jiddiy. 1000 qop sement bilan 1000 metr turba ketar ekan. Bo'ldi, hal qilamiz. Xo'jayin, masala juda jiddiy. 10.000 qop sement bilan 10.000 metr turba ketar ekan. Qani bir yurib ko'raylik. Mana shunaqa kichkina joyga 10.000 metr turba bilan 10.000 qop sement ketadimi? Noinsof. Yeb qo'ygandan keyin yo'q bo'lib qoladi-da mana shunaqa qilib. Men bilardim xo'jayin bilan mana shunaqa noinsof muttahamligini. 10.000 qop sement bilan 10.000 metr turba qayerda oldi bular? Men bularga 10 qop sement 10 metrgina turba deganman xo'jayin. Sana qochib tur chiqani. Qoch tezroq. Buni hammasi joyida-ku. 10 qop sement 10 metrgina turba deganman xo'jayin. Hammasi muttaham. Nafsiga qul kimsalar, dardlari pul kimsalar.